Hopla! Çatak bo'ldi. Men yosu uzamisam, bu paltını qandoq olaman? Voy Esat. Uyda kesalchan onam, och qo'saq bolalarim mangli qarashliq edi. Mana endi paltam yo'q bo'ldi. Kesalchan onamni qandoq davolataman? Och qo'saq bolalarim endi nimami ya? Dunyoda mendekmi betaylay odam bormidi? Endi qandoqmi qilaman? Astagfirullah. Nima karamet bu? Gölçü kaynat ketdi qo'y. Neymiş bu? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qo'rqma o'g'lim. Men mushu kulning muakkili bo'laman. Odamning ko'nglini azgudek yig'lab ketdim. Shuni men bu yerga chiqdim. Menga aytqina, sana zodi nima ish bo'ldi? Biz bir uylik cho'ng kichik hammamiz men o'tin kesib sotgan ozg'ini pulga tayinib tirikchilik qilatdik. Baya o'tin kesib olsam, paltam ehtiyotsizlikdan qo'limdan chiqib ketib ko'lga tushib ketdi. Mana endi paltam bo'lmasa, men bola chaqamni qandoq boqaman? Kesalchan onamni qandoq davolataman? Mana mushularni o'ylab, ko'nglim bakli yerim bo'lib yig'layapman. Haqiqatanmi onangga kuyimchan, bolalaringga mehribon odamkansan. Bo'ldi, ko'nglingni yerim qilma. Men sana yordamlashib, paltangni tepib beray. Sen meni birdam saqlab turgan. Ma'qul. Qara o'g'lim, bu sening suv tushib ketgan paltang shumi? Yo'q, bu mening paltam emas. Mening paltam bundoq oltin palta emas, ham bundoq chiroyli emas. Mening paltam odatdagi bir to'mir palta edi. Ha, bo'ladi. Undaqda men yana bir izlab baqay. Bo'ladi. Sizlarni avar qiladigan bo'ldim. Mana bu sening paltangmi? Yo'q, bu mening paltam emas. Mening paltam bundoq chiroyli kumush palta bo'lmasdan, balki ko'ndirab ketgan palta edi. Bo'ladi. Men yana bir kirib izlab baqay. Oldilarda baxijilman. Paltam tepilamiz zodi. Bu sening paltang shumi? Shundoq. Bu dal mening paltam. Dal o'zi. Rahmat sizlarga. Rahmat. Haqiqatan rostchil odamkansan. Sening samimiyating meni ta'sirlantirdi. Shundoq bo'lg'ashqa, bu oltin palti bilan kumush paltinimi sana so'q qilay. Rahmat sizlarga. Ko'p rahmat. Men qilgan bu yaxshiliklarni hargizmi unutmayman. Shundoq qilib, ko'l muakkili bu oltin palta bilan kumush paltini menga sovg'a qildi. Tova, shundaqmi ish bo'ladi ekan, ha? Muborak bo'lsin. O'zlari oq ko'ngil bo'lg'achqa, shuning loyiq mukofotga erishibdilar. Bu bo'ladigan ishkan bu. Maqaday erishgan paltlarga men nimishga erishamaydi ekanman. Men bir sinab baqay. Dal musha. Odammi yo'qkan. Boshlasam bo'g'idek. Mana paltamni hech kim ko'rmas suv tashlab oldim. Amdilikni toza kelishtirib birga yig'lasam, oltin palta bilan kumush palta mening bo'ladi. Voy paltam, voy mening paltam. Endi men qandoqmi qilaman paltam? Xotin bolalarimni qandoqmi boqaman oltin paltam? Kesalchan onam bor edi emasmi kumush paltam? Voy paltam, men qandoq chidayman paltam? Voy paltam. Voy paltam. Rastali keldi o. Ko'l muakkili keldi. Oltin palta bilan kumush palta keldi. Assalomu alaykum o'g'lim. Sana nima ish bo'ldi? Va alaykum assalom.
Mening oltin paltam suvga tushib ketdi. Menga yordam qilib izlash basla bo'lamdi. Undaq bo'lsa, birdam saqlab turg'in. Bu sening suvga tushib ketgan paltang shumi? Shundoq. Bu mening paltam shu. Dal o'zi shu. Men qaytirib berang. Ha, men qaytirib berang. Men qaytirib berang. Men qaytirib berang. Voy yolg'onchi oshko'z. Bu sening paltang emas. Amaliyotda mana bu koni palta sening. Meni bilmaydi deb qoldingmi? Ha. Oshko'zlik sening aql ko'zingni to'sib opti. Sendek yolg'onchi oshko'zga hech kim yordam qilmaydi. Paltini o'zing tepib ol. Niyat yomonning qozini to'sh degan ma'no mushu. Xayri xo'sh. Unda qilmang, oltin paltini menga berang, menga qaytirib berang. Unda qilmang, oltin paltini menga qaytirib berang. Endi oltin palto turmoq, o'zining temir paltisidan quruq qoldi. Voy esib, qandoqmi qilaman? Qandoqmi qilaman? Agar yolg'onchilik qilmagan bo'lsam, mushkulga qolmagan bo'lardim.